Assalomu alaykum. Bugun Al-Xorazm haqida qiziqarli ma'lumotlar beraman. Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy. U kim bo'lgan? Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy 11-asrda yashagan buyuk matematik, astronom va geograf olim. U Xorazm, hozirgi O'zbekiston hududida tug'ilgan. Keyinchalik Bag'doddagi mashhur Bayt-ul-Hikma donolar uyida faoliyat yuritgan. Nimalarni kashf qilgan? Al-Xorazmiy al-Jabr val Muqobala nomli kitob yozgan. Shu kitob asosida algebra fani dunyoga kelgan. Algebra so'zi uning kitobidan chiqqan. Tenglamalarni yechish usullarini birinchi bo'lib tizimli yozgan. Algoritm tushunchasi. Algoritm so'zi ham uning ismidan kelib chiqqan. Bugungi kunda kompyuterlar ishlaydigan barcha dasturlar algoritm asosida tuziladi. 0 raqamini ommalashtirgan. U hind raqamlarini 09 islom olami va Yevropa davlatlariga tarqatgan. Bu esa hozirgi zamonaviy matematika rivojiga katta yo'l ochgan. Astronomiya va geografiya, osmon jismlari haqida kitob yozgan. Dunyo xaritalarini yaratgan. Yerning o'lchamini hisoblashlarda qatnashgan. Nega u muhim? Agar Al-Xorazmiy bo'lmaganida algebra bo'lmasdi, kompyuter algoritmlari bo'lmasdi, hozirgi raqamlar tizimi boshqacha bo'lardi. U nafaqat O'zbekiston, balki butun dunyo ilm fani rivojiga ulkan hissa qo'shgan. Azizlar, bizning yurtimizdan shunday buyuk allomalar yetishib chiqqan. Ular ilm bilan dunyoga nur sochgan. Salomat bo'ling va bizni kuzating. Yanada qiziqarli videolar uchun like va obuna bo'ling.